Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va kanalimizga obuna bo'lmay kuzatayotganlar. Endi sizga obuna bo'lib qolishni tavsiya qilaman, chunki bugundan boshlab yangi turkum videolarni olishni boshlaymiz. Ya'ni kasalliklar haqida videolar chiqaramiz va ularni davolash haqida ham albatta gaplashib o'tamiz. Bugungi birinchi mavzuyimiz bosh og'riqlari bo'ladi. Bugun asosan bosh og'rig'i va ularning turlari haqida gaplashamiz. Qisqa gaplashib o'tamiz albatta. Bosh og'riqlari bilan shug'ullanuvchi maxsus dunyo bo'yicha tashkilot bor. Butun dunyo bosh og'riqlari hamjamiyati bor. U bosh og'riqlarini klassifikatsiyasini chiqarib boradi. Bu klassifikatsiyada bosh og'riqlarini 3 turga ajratadi. Birlamchi bosh og'riqlar. Birinchisi bu birlamchi bosh og'riqlar. Birlamchi bosh og'riqlarida hech qanday sabab bo'lmaydi. O'sha bosh og'rig'ini sababi topilmaydi, ya'ni maxsus boshqa patologiya topilmaydi. Bunga o'sha migren kasalligi, klaster kasalligi, zo'riqish bosh og'rig'i, trigeminal avtonomik sefalgiyalar, gemikraniya kontinua, sunar kabi kasalliklar kiradi. Ikkilamchi bosh og'riqlarga bo'lsa biror bir sabab bo'lishi kerak, ya'ni bosh og'rig'ini chaqiruvchi sabab topiladi. Misol uchun travmalar, aytaylik, qandaydir o'smalik jarayonlar, bosh og'rig'ida qandaydir metabolik jarayonlar, koma, sahr tufayli kelib chiquvchi komalar, shu holatlarda bosh og'riqlari kelib chiqishi mumkin. Va bular ya'ni sababi bo'lsa, ikkilamchi bosh og'riqlar tasnifiga kiritiladi. Bosh og'riqlarining 3-bo'limi ham bor, ya'ni kranial nevralgiyalar, yuz og'riqlari va boshqa klassifikatsiya bo'lmagan og'riqlar toifasiga ajratiladi. Bular o'sha hammamizga mashhur va taniqli bo'lgan trigeminal nevralgiya va boshqa kasalliklar ham kiradi. Demak, 3 ta sinfga birlamchi, ikkilamchi va kranial nevralgiyalarga ajratiladi. Bu qisqa bosh og'riqlarining turi hisoblanadi. Albatta juda ko'p, bularning ichida o'qisak juda ko'p turlari bor. Asta-sekin bularga to'xtalib o'tamiz. Shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Keyingi videomizni o'tkazib yubormang. U videomizda migren kasalligi haqida gaplashamiz, simptomlari va qanday davo choralari borligi haqida mulohaza qilamiz. Kanalimizga albatta obuna bo'ling.